Og'a, ovoz paychalaringiz zararlangan. Gapirishga urinmang. Sen kimsanki men o'rnimga qaror berasan? Og'a, tinchlaning, xurujingiz tutadi. Javob ber menga. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Niqobni taqishingiz kerak. Nafas ola olmayapsiz. Nega, Kiyev? Nega? Mendan nima xohlaysiz? Po'lat alimdar bo'lmasa millat yo'q bo'ladimi? Davlat qulaydimi? Xalq ham davlat ham ko'p narsa yo'qotadi. Bu xalq, bu davlat qancha farzandlaridan ayrilsa-da, yo'lida davom etgan. Tirikligimni yana kimdir biladimi? Og'a, shajara kitobi bilan ishingiz bitgach, sirni saqlash uchun hayotingizni fido qilishingizni bilar. Ham siz tirik qolib, ham siringiz saqlanishi uchun hamma o'lgansiz deb o'ylashi kerak edi. Abdulhay bilan Jaki men o'lganimga ishonishmaydi. O'lim sahnangni hamma ko'rib bo'ladi. Shuning uchun sir himoyalandi.